Do'stlar, bugun sizlar bilan choksiz tarnovni qanday o'rnatish haqida o'rganamiz. Birinchi o'rinda mana shu ko'chamizga choksiz tarnovimizdan 10-70 sm chiqarildi. Birinchi o'rinda mana shu pastda yerda turishida ikki bokovoy qismini mana shunday qilib to'sib olinadi. Yonbosh zavodga to'siqchlari bo'ladi. Mana ustakamiz yonboshini tayyor zakrovka qilib, ya'ni qo'lida 11 da qisib turib, ikkita uchta joydan bitta samolyot urib qo'yiladi. To'g'rimi aka? To'g'ri, o'ylayapmiz, xudo xohlasa. Mana shu tartibda bo'ladi. Endi qanday olamiz, qanday qo'yamiz, shularni ham sizlarga batafsil o'rgatamiz. Videomiz boshidan Erkin Tunukaxon kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Sababi kun bo'yida mana shunday foydali video roliklarni Erkin Tunukaxon kanaliga joylaymiz aziz do'stlar. Mana yonboshini qo'ygandan so'ng samolyot ham urib qo'yish kerak bo'ladi. Sababi bu ancha-muncha chiqib ketmasligi uchun, boshqa uchun mustahkam bo'ladi. 20 metrga ham surkasmi aka? Ana 10-70 tarnovni bemalol 2 kishi ko'tarib olsa bo'ladi. Ko'pchilik o'ylaydi, uzun tarnovni qanday ko'tarib olib qo'yiladi. Mana bemalol lesada ko'tarib chiqsa bo'ladi. 2 kishi 10-70. Agar undan zo'roq bo'lsa 3 kishi, 20 dan ko'p bo'lsa 4 kishi tepaga bemalol qo'yib qo'yiladi mana. Tarnovimiz orqa tomon devori necha bo'ladi deyiladi. 7,5 atrofida bo'ladi. Biz birinchi tunga muqattir olganmiz. 8,5-9 atrofida bemalol joy tashaladi. O'rtacha 8-9 tashlasalar bo'laveradi. Sabab uklamoqchi bo'lsanglar, boshqa bo'lsanglar, bemalol 1-2 sm o'ynaveradi mana shunday bo'lib. Mana endi olaverasizlar tepaga. Necha ekan orqa yetdi? 7,5 bemalol. Mana 2 kishi. Chunki tepadan o'zim ham sizlarga osonroq bo'lish uchun. Tepaga mana bu Tunukaxon mana yerga qo'yilyapti mana. Ko'rganlaringizdek. Bo'ldimi? Ha, chotki mana bu ham ishlar bemalol pastdagi ham. Shuni yopishtirib uriladi. Birinchi o'rinda nima qilamiz endi usta? Yo'qlamiz. Orqa tilidan 2-3 ta joyidan samolyot xotirib olamiz. Faqat ashu paytda ushlab turish uchun, masalan, 2 soat ushlab turmaydi uni. 2 ta joyidan samolyot uramiz, keyin kirishdan bitta qatirib ketaveradi. Orqasidan 2 ta joyidan mana shu orqa quloqdan samolyot urib olamiz. Mana. Oddiy uchli samolyot urib qo'ysanglar bo'laveradi. Kiranishdan endi qatiramiz do'stlar. Mana shunda qolib ketmaydi bu mana. Kiranishdan qatiriladi hali. Tarnovimizga ishlatiladigan kiranishdamiz mana shu holatda bo'ladi. Peshana qismi bukilgan, orqa tomoni 90 ko'tarilgan, tepasida lentachasi bo'ladi. Oyatlar endi qo'yishini ham ko'rsatib bering bir. Bu yerda illarga joyimiz bo'ladi. Bu yerda ilib, kirgizib, bu yerni qatirib olamiz hozir. Orqa tomoniga. To'xtab turing endi. Birinchi mana oldi peshanasi bukilgan joyini ichiga qaytarilgan joyi bo'ladi kameraga. Tili bo'ladi, ana kirgizib olamiz. Kirgizib olamiz. Chiqib ketmaydi bu behisob. Buni qachonki bunday burib, keyin chiqarib olsa bo'ladi. Mana shu turishda chiqarib olib bo'lmaydi. Endi kiranishni ko'rsatamiz. Nima kerak bo'ladi? Orqa tomon 90 tomonini shlepga uriladi mana shunday turishda. Uringda. Bo'ldi. Ana endi buni mana shu joyga samolyot urib qo'yamiz tepa tomoniga. Tom yopilmagan bo'lsa shibirga uriladi. Tom yopilgan bo'lsa, mumkin o'ziga urib qo'ysa ham bo'ladi. Shibir bo'lsa ham urib qo'ysanglar, tepadan eng birinchi baribir mana shu joyda shibirga ketadi. Shunday mustahkam bo'lib chiqadi. Mono kiranishda o'zi ham shu uradi, mustahkam bo'laveradi. Ikkinchisi bu kichikroq tom, kattaroq tomlarda tomni qor yoqqanda nagruz tegani peshana egormasligi uchun xizmat qiladi. Shoks tarnovda kiranishlarni har bitta qatirib ketishdan oldin hammasini bitta savolinglar, sabab ikkinchisini narigisini qatirsangiz peshana tortib qo'yadi, ikkinchi tushish qiyin bo'ladi. Mana shuni hammasini qo'yib olsangiz, keyin sekin bittadan qatirib ketaveradi. Oraliq masofa o'rtacha 60, 70, 80 oraliqqa o'z holatdan kelib chiqib qo'ysangiz bo'laveradi do'stlar. Video foydali bo'lgan bo'lsa bir dona like bosib, Erkin Tunukaxon kanaliga obuna bo'lish esdan chiqmasin.